Sherali Jo'rayev, Alloh rahmat qilsin, bilan u kishining o'g'illari Botir Qodirov, Shohijaxon mavzularni ko'tarib chiqdi. Tohirni agar guvohligi nikoh desangga, valisiz nikoh yo'q deyilgan, to'g'rimi? Bir nechtasanga Tohir deyaptiki, domlalar orasida 4 ta erkakning ichida o'zimiz o'qiganmiz deyapti. Ularga Zulqumor Qodirov agar qiz bola bo'lganda, valisiz nikoh bormi yo yo'qmi aytqani? Yo'q-a? Xuddi shuni seni shogirdlaring mana shuni bilib olishsinki, hadislarni, oyatlarni chuqur mahkam o'rganib, aql farosatlar bilan. Men shunday, masalan, Tohir shunday chiqdi, uni yolg'onlarini bitta sirazu bildim. Alloh guvoh. Yoki shuning uchun u yerda aynan dilbarligini endi bildim deyapti. Endi men uni 1 yil 2 yilda yoshga to'ldim. Men kichkina qizlik uchun meni ko'zimga voyaga yetmagan bu xo'p, bu nimani o'zgartiradi? Agar voyaga yetdi deylik, o'shinda nima o'zgarardi? Qodirov va Zulxumorda dilbarligini bugun ko'rdim ana xatidan. Va insonlar bu dilbar ekan pasportda. Bu yog'iga kelsanglar, Sherali Jo'rayev oti pasportida birinchi biz pasport olganda oti Shermat edi. Sherali emas edi. Sherali Jo'rayev. Oti pasportida birinchi biz olganda oti Shermat edi. Sherali emas. Sen yolg'on gapiryapsan, Tohir deganimda ham aynan uni voyaga yetmagan edi dedi. Keyin dilbarligini endi bildim deyapti. Tushunsanmi? Mana shularning hammasi uni yolg'on guvohligidan, yo'inki Sherali Jo'rayevning ayollarining ismini Gulchehra deganligini isbotlarga eshittirib ko'rsatdim, to'g'rimi? Senlar ozgina Xudodan qo'rqqanlaringda mana bu darajada o'zing aytgandek, bunaqa pastkashlikni insoniyat tarixida yo'q. Butun insoniyat tarixida bunaqa pastkashlikni yagona sizlar epladingizlar. Va aynan hozir jamiyatimizda ko'rayotgan bo'lsang, insonlarning kreditlar botqog'idaligini, hokimlarni bespredel, sudlardagi mana o'zing eshitding, Botir jamiyatga chiqib olib turib, onam sha'ni dedi, aslida meros talashgani hammasini isbotini men YouTube, Instagram, Facebook kanallarimda hammasini chiqarib qo'yganman. Ozgina bo'lsa ham Xudodan qo'rqing. Xohlasan ki primoy efirga bu temadan yo'q, bu temada savol-javob qila olamiz. O'zingdan juda katta odamni yasab olmagin. Sen ham men ham bir jirkan shu nutfadan bo'lganmiz. Mana 3-4 ta o'zingga o'xshagan badbaxt shogirdlaring bor. Abbosga o'xshagan va xuddi shunga o'xshagan. Qancha meni guruhdoshlarimni haqorat qilding, to'g'rimi? Men aytayotganimdek, men shunday qilib men seni любой moment pastga tushira olaman. Lekin senga aytayotganligimki, o'sha hadislarda ham yoki umuman undan avvallari Injilda ham xuddi shu narsa borki, kому больше дано, того больше спрос. Ya'niki boshqa bir hadisda ham agar eshitgan bo'lsang, Alloh taolo aynan kimga qanaqa ne'mat berdi, ya'niki senga, menga bergan barcha ne'matlarini so'raydi. Senga, menga mana shu oddiy ahvolimizdan nisbatan ko'proq ilm beribdimi? Erkak bo'lib. Mana shuni ziyoli qatlam hammamiz birlashib, qilingan xatolarni tan olib, oddiy xalqni, mana shu o'zimizning qora ko'zlarimiz har tomonlama ular qiynalyapti. Mana shuni xuddi masalan prezident haqiqatan harakat qilyapti. Bu xuddiki sborni Portugaliya bor-ku, terma jamoasiga qarasak, Cristiano Ronaldo zo'r, uning yonidagi pozashitnik boshqasi ham hammasi ham yomon emas. Lekin komanda yo'q-da. Xuddi aynan shu manzarani biz hozir O'zbekistonda ko'ryapmiz. Va agar zarracha Xudoga ishonsang, qiyomat kunida ishonsang, menga qilgan tuhmatlaringni men Alloh yo'lida seni kechirishga tayyorman. Chin erkaklik so'zim. Faqat erkak bo'lib hayotda mana shu oddiy xalq uchun, O'zbekiston xalqi uchun yoki umuman O'rta Osiyo tinchligi uchun kelinglar ziyoli qatlam birlashib, hozirgi kunda bo'layotgan ko'p kamchiliklarning ustida aynan to'g'ri ma'noda, to'g'ri takliflar bilan shaxsan meni masalan 3-4 ta taklifimni prezident jamoasi olib amalda tatbiq qilganligini isbotlarigacha bor. Mana shu narsani qilsak, zora O'zbek xalqi, O'zbekiston xalqi
birlashib zo'ra yaxshi kunlarga yetib olsak degan umiddaman. Hozir hamma odamlar aynan eski damlarni qo'msayapti va mana bu musiqani eshitib to'g'ri tafakkur qilsang, aynan bu musiqani Doniyor Ag'zamov degan va ko'p roliklarimda aynan shu o'zimizni millatimiz, o'zimizni millatdoshimiz bo'lgan Doniyor Ag'zamovning musiqalarini ko'p ishlatamanki, toki odamlar zarracha bo'lsa ham qalbiga jiz etsin, eski davrlarni qo'msa, ham o'z xatosini ustidan o'zi ishlasin deya mehr oqibatni ko'msa, aka-ukachilik, mehr oqibatni hammasini bir qilib, hammasini ustidan to'g'ri tafakkur qilib, oldinga intiladigan ishlarni qilaylik degan maqsadim bor. Men va sen agar o'ylayotgan bo'lsangki, avvaldan ko'p tuhmat qilindiki, buni pul uchun qilyapti deyotgan bo'lsa, qiyomat kunida men bu narsalarni pul uchun qilmaganligimni avvalo Alloh senga isbotlab beradi. Undan tashqari shu Jo'rayevlarning oilasi bormi, yo boshqasi senga albatta isbotlab beradi. Bu ishlar aynan mana shu millat uchun. Mana shu illatlar ko'payayotgan sari jamiyatimiz faqat orqaga ketyapti. Men shularni oldini olmoqchi edim xolos. Shuning uchun sen va ko'rmurchilaring o'ylaymanki bu videodan tegishli xulosalarni qiladilar. Men aynan o'sha muftiy yo boshqalarni gapirayotgan sabablari aynan sizlar hadislar bo'yicha xohlasangiz mana qaytib o'qib olinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizdan kim bir yomon ish ko'rsa qo'li bilan qaytarsin, agar qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin. Ana o'sha eng zaif iymondir. Undan keyin achitqingning urg'icha ham iymon qolmaydi. Imom Muslim rivoyat. Aynan shuni demoqchi edimki, mana shu majlisda avaz oxunni yoki mana bu qariya Shel Jo'rayevni o'g'li deb e'lon qilinayotganda, sizlarda agar iymon bo'lganda, aynan to'xtatishlaringiz kerak edi. O'sha aytganimdek, misoliga Botir Qodirov, Shavkat Mirziyoyevning o'g'li deganda, albatta hammalaringizlar to'xtatardingizlar, to'g'rimi? Bir kishiga tuhmat qilishdan qo'rqmadingizlar. Mana shu musulmonning ishimi abror. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaringlar. Bunday qilmaydigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarga bir baloni yuboradi, so'ngra duo qabul qilsangizlar ham duolaringiz qabul qilinmaydi. Imom Termiziy rivoyati. Imom Termiziy ham o'zimizning yurtdoshimiz, to'g'rimi? Bu hadisni ham tan olsalaringiz kerak. Nimaga sizlar o'sha yerda to'xtatmasdan yaxshilikka buyurish aynan sizlarning ishlaringiz edi. Lekin o'sha narsani qilmadingizlar, to'g'rimi? Va buni men aynan yagona O'zbekistonda hozirgi kungacha 3 yildan beri buni eplab kelayotgan yagona shaxs, afsuski men bo'lyapman. Va duo qilsalaringiz ham duolaringiz qabul qilinmaydi deydi-ku. Agar sizlarning aynan Botirga qilgan duolaringiz qabul qilinganda, bu yerga o'sha ko'rsatayotganimdek, Botirni ko'rayotganlaringizda har xil jinni qiliqlar ko'rdingizlar, ha? O'zbek milliy adabiyotini buzyapsizlar sizlar. To'g'risida bunaqada qaqa qarab ketadi san'at. Iltimos, unaqa qilmanglar. Bizni o'zbek millatimizni sharmanda qilmanglar bunaqa qilib. Undan ko'ra vashshi ashula aytmay qo'ya qolinglar. Yoki mana aynan mana shu Alisher Navoiyning g'azalini aynan sizlarning duolaringizdan keyin qilgan. Botirni kirishsiz ketib qolayotganligini, Alisher Navoiyning ijodini umuman bilmaydiganligini, Shel Jo'rayevni ham qo'shiqlarni umuman bilmasligi, matnini umuman bilmasligi aynan shunda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar, bo'lmasa Alloh sizlarning ustinglaringizga yomonlaringizni boshliq qilib qo'yadi. Imom Bazor rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: men ummatim uchun adashtiruvchi imomlar zararidan qo'rqaman. Imom Termiziy rivoyati. Shuning uchun Abrorjon, o'ylaymanki, men buni senga aynan do'st sifatida gapiryapman. Sizlamayotganligim sababi sen meni ota-onamni haqorat qilgansan. Va farqimiz sen mendan 2 yosh katta xolos. 2 yosh mendan katta xolos. Seni sinlashimning ham sababi sen juda ko'p yolg'on gapiryapsan va aynan Shel Jo'rayevga nisbatan tuhmat qilganliging uchun. Va juda ko'p pastkash ishlaring ko'p, aynan oila ishiga burun tiqmaydi deb mana shu majlisda ham o'zlaringizlar birovning oilasiga burun tiqqansizlar. Shel Jo'rayevning oilasini qalbi og'riydimi, og'rimaydimi o'ylamagansizlar. Faraz qil abror, mana shu yoki mana bu majlisda o'tirganlar. Sizlarni otalaringiz o'lgandan keyin kimdir otangizni bolasini tashlab ketgan va har xil pastkashga chiqarsa, yoki mana bu haqoratlarni ko'rdi. Mana shuni aynan Botir Qodirov sabab bo'ldi. Va aynan sen hadisda gapirayotgan u Imom Shofiyning gaplari to'g'rimi abror? Ya'niki odamga qoshiga ham qarshi borib bo'lmaydi deb. Shuning uchun sizlarda ozgina farosat bo'lganda, Botir Qodirov hech qanday Shel Jo'rayevni o'g'li emasligini shundayga ko'rsa bo'ladi. Men o'sha ko'rsatdim. Shel Jo'rayevni burni sinig'igacha Shohjon Jo'rayevga o'tgan. Ovoz mahorati, kuy qo'shiq bastalashi, she'r yozishi hammasi Shohjon Jo'rayev, Shoh Jo'rayevda bor narsalar.
Botirda bularning birontasi ham yo'q. Aksincha Botirning yolg'onchiligi, gapiga to'g'ri kelmasligi. Hamma parametrlar bo'yicha, hamma ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston DNK markazi chiqargan 99% ehtimoli bilan Botir Halimni o'g'li chiqqan mana bu qog'ozni faqatgina xulosini amakijan deb yozib berib, foizlarni ozgina kamaytirishgan, xolos. Bor haqiqat shu. Shuning uchun aynan sizlar o'z ilmlaringizga ishonsalaringizlar va To'g'rilik to'g'risak, davlat nima yozuvini sudga taqdim qilasizmi, yo'qmi? Aslida. O'zingizda to'lgansiz, qachondir qayerdadir o'sha davlat nima yozuvini taqdim qilasizmi, yo'qmi? O'sha yerda ishlayotganingizdek, Botir Qodirov o'zini metrikasini taqdim eta olmaydi. Aynan O'zbekiston sudlarida metrika taqdim qilmagan. Va aynan mana shu ko'rayotgan Qodirov she'rlari, Qodirova Dilbar Nabijonova yozdirgan, buni Botirning onasini o'zi yozdirgan va aynan Dada derdim, katta xolam Aziza Xojonamni turmush o'rtog'i biz dada derdik, menga pochcha bo'lardi o'zi aslida, lekin men dada derdim. mana bu eshitayotgandek Botir Qodirov xolasini erini dada deb katta bo'lgan, o'zi tan olyapti. Va aynan boshqani otasini ota deb olgan odamlarni la'natlaganlari to'g'risida hadislar bor. Va aynan mana shu o'zingni gapingni tan olsang kerak. To'g'rimi? Men senga Botir Qodirov Sheljulayevni o'g'li emasligini o'ylaymanki, har tomonlama isbotlab berdim. Har tomonlama Qur'on, oyat, hadislarni xuddi sendek bilib va tanho bilib, balki ularga amal qilayotganligimni isboti bilan menimcha ko'rsatdim. To'g'rimi? Shundoq ekanki, yana bir marta senga shans beryapman. Aziz xalqimiz uchun, oddiy xalqimiz uchun ziyoli qatlam birlashishi kerak. Toplivni kartalar bo'yicha bormi, boshqa masalalarga aql hushimizni birlashtirib, domlalar bormi, hech qaysi birlaringga xusumatim yo'q. Menga alam qilayotganligi o'zimizni millatimiz qahramoni bo'lgan Sheljulayevni o'limidan keyin pastkashliklarga yo'l qo'yib, dunyo tarixida, insoniyat tarixida, bashariyat tarixida bo'lmagan pastkashlikni yagona biz hozirgi yangi O'zbekistonda eplab, aynan yo'qolgan dokumentlar bilan bitta haromini Sheljulayevni o'g'li deb chiqarib berganimiz uchun men shuncha jon kuydiryapman. Kim kerak? Bemalol primoy efirga O'zbekiston davlat televideniyasida eng kamida 5 ta xalqaro ekspertlar chaqiramiz. Primoy efirda Botir Qodirov qon topshirsin va sizlar ishongan agar dokumentlarga ishonsalaringizlar, kelinglar davlat miqyosida aynan uzluksiz qani sudlarimiz halol ishlaganmi, kim qanaqa ishlagan, hammasini ko'rasizlar. Axir sizlar O'zbekiston qonunlariga ishonasizlar, to'g'rimi? Shuning uchun aytyapman. O'sha gap, mana men borishga tayyorman. O'sha chaqiruv vazifamni qabul qilinglar. Qo'llaringizdagi soxta qarorlar, Botirni badanida oqayotgan harom qoniga ishonsalaringiz, kelinglar, men Botir Sheljulayevning o'g'li emasligini isbotlab bersam, avtomatik tarzda Botirning onasi fohishaligi isbotlanadi, Botir Sheljulayevga tuhmat qilganligi isbotlanadi va hadislarga muvofiq aynan Botir dindan chiqqan kofirligini ham isbotini o'sha yerda ko'rasizlar va sizlar o'ylaymanki, O'zbekiston diniy ulamolari hech bo'lmasa bu dunyoda tavba qilib, Sheljulayevning oilasidan kechirim so'rashga aql farosatlaringiz yetadi degan umiddaman. Ijod qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki, yaxshi zamonlar kelib, avvalgi yoshligimizda yayraydigandek, musiqani ham eshitib, quvonib yayraysizlar degan umiddaman. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.